Nima bu? Nima bu proyekt? Qachon tayyor bo'lish kerak edi? Boshliq, men bor uzr. Kechikdim. Tuni kun shu proyekt ustida ishladim. Yo'qol. Boshliq, kechiring. Yo'qol. Boshliq, Yo'qol. Haydalding. Ko'rding Bobur? Qulga qul bo'lish qanchalik qiyin. Sen u uchun qancha yugurding, qancha ishlading, qancha jon kuydirding Bobur. O'zi aslida qul bo'lish kerak bo'lgan zotni aytganini qilmasdan, uni quliga qul bo'lganing uchun ham ishing ana shunaqa bo'ldi. Ana endi haqiqiy qul bo'lding Bobur. Bu qullik qilayotganing agar nimanidir unutib qo'ysang yoki qila olmay qolsang, seni kechiradi. Hayda o'rmaydi. Ne'matlarni kesib qo'ymaydi. Va eng muhimi Bobur, minnat qilmaydi. o'rtoq, men bor uzr. Mayli gaplash. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Boya jahlda ozgina qizishib ketdim. Keling shu proyektni oxiriga yetkazib qo'yaylik. Men o'zim qullik qiladiganim topdim. Siz o'zingizga boshqa qil toping. Sog' bo'ling. Mana istizam qoldim. Ish topiladi Bobur. Zato hech kimga qul emassan. To'ppa. Ketdik. Yo'ldoshlar qo'zadi.